Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, aziz aka-ukalar, opa-singillar, birodarlar. Men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan davo istab mana shu yerga keldim. Keyingi paytda menda asosiy muammo mana shu uch shoxli nervlar deydi. Uch shoxli nervlarni shamollashi juda qattiq azob berdi. Bu kasallikni yengish uchun bormagan joyim qolmagan, ukolim qilmagan, dorim qolmadi, lekin kasallik umuman chekinmadi. Oxiri shu yerda eshitib, mana shu yerga kelishga majbur bo'ldim. Mana bugun kelganimga 6-kun. Muolajalar bo'lyapti, asalariga chaqtiryapman. Bu yerda mana Dilmurodjon ukamiz, ularning bu yerdagi xizmat qiladigan yigitlarimiz, qizlarimiz juda yaxshi xizmat ko'rsatishyapti. O'zgarishlar ijobiy. Mana 4-kunga o'tganda o'sha og'riqlar qoldi. Bugun 6-kun bo'ladigan bo'lsa, bemalol choyni ichib, ovqatni yeb, mana ko'rib turibsizlar, bemalol gapiryapman. Oldin umuman gapirib ham bo'lmasdi, choy ham ichib bo'lmasdi, ovqat ham yeb bo'lmasdi. Shunaqangi qattiq azoblandim. Endi bundan keyin ham iloyim Xudo shifo bergani rost bo'lsin. Yana bitta tomoni bor ekanki, bu yerda endi baribir odam yoshi keksaygandan keyin oyoqlarda og'riq bo'lardi. Menda ham mana shu oyoqlarimda og'riq bor edi. Mana shu davolash jarayonida shu oyoqlardagi og'riqlarga ham juda ijobiy ta'sir qildi. Oyoqlarimdagi og'riqlar ham ancha bir tarz bo'ldi. Bemalol o'rnimdan turib, aqa-baqa yurib, bemalol chiqib kelyapman. Endi qo'yingki, agar bizga o'xshagan shu davo istay turganlar bo'lsa, men endi o'zim bilaman, qolgan uch shoxli nerv kimda bo'lsa, u odamlar ham biladi. Bu kasal shunaqangi bir nima deymiz? Shunaqangi bir nima topishga ham odam qiynalasan, dahshatli bir yomon kasalki, bunga hech kimni yo'liqtirmasin. Agar davo istab turganlar bo'lsa, mana shu yerga kelishsa, men tavsiya qilaman. Ajabmaski, Alloh shifo berib, tuzalib, oilalarini bag'riga qaytsa yaxshi bo'lardi. Men shuni tavsiya qilmoqchiman. Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin.